Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va bo'lg'usi nafaqaxo'rlar. Bugun sizlar bilan juda ham dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega mavzu, ya'ni pensionerlarga oid rasmiy ma'lumotlar. So'nggi o'zgarishlar va ularning hayotingizga ta'siri haqida batafsil suhbatlashamiz. Bu videomizdagi har bir so'z, har bir tavsiya sizning kelajagingiz, moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Shuning uchun iltimos, diqqatingizni jamlab oxirigacha eshiting. Hozirgi vaziyat shundayki, yangilanishlar haqida bilmaslik sizni ko'pgina imkoniyatlardan mahrum qilishi yoki kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumotlar har bir nafaqaxo'rga tegishli. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. O'tmishda nafaqa tizimi qanday ishlardi va hozir nimalar o'zgardi? Oldingi yillarda pensiya hisoblash tizimi asosan xizmat muddati va oxirgi ish haqi miqdori kabi ikki asosiy omilga asoslangan edi. Ko'pchilik eski qoidalar bo'yicha, masalan, 1990 yillargacha bo'lgan ish staji uchun ayrim imtiyozlarga ega bo'lganini yaxshi eslaydi. Pensiya tayinlash jarayoni ko'pincha qog'ozbozlik bilan bog'liq edi. Ya'ni ish joyidan juda ko'p ma'lumotnomalar, mehnat daftarchasidagi har bir yozuvning tasdiqlanishi talab etilardi. Bu esa ko'pincha uzoq vaqt talab qiladigan, ba'zan esa byurokratik to'siqlarga uchraydigan jarayon edi. Misol uchun, ko'pchilik o'zining mehnat faoliyati davomida bir nechta tashkilotlarda ishlagan bo'lsa, har bir tashkilotdan alohida ma'lumotnoma olishi kerak edi. Agar o'sha tashkilotlar yopilgan bo'lsa yoki hujjatlar arxivga topshirilmagan bo'lsa, bu haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Ayrim hollarda esa odamlar umuman pensiyasiz qolishi ham mumkin edi. Sababi kerakli hujjatlarni to'plash imkonsiz bo'lgan. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator qonun hujjatlari va qarorlar pensiya tizimini raqamlashtirish va shaffoflashtirishga qaratilgan. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadlaridan biri nafaqaxo'rlarning hayotini yengillashtirish, pensiya tayinlash jarayonini soddalashtirish va eng muhimi adolatni ta'minlashdir. Endilikda pensiya hisoblashda nafaqat ish staji va ish haqi, balki shaxsning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi, nogironligi bor yo'qligi, boquvchisini yo'qotganligi kabi bir qator qo'shimcha omillar ham inobatga olinmoqda. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu raqamlashtirish orqali ma'lumotlar bazalarini birlashtirishdir. Endi pensiya jamg'armasi ko'plab ma'lumotlarni sizning ishtirokingizsiz ham olish imkoniyatiga ega. Bu esa qog'ozbozlikni sezilarli darajada kamaytiradi va pensiya tayinlash jarayonini tezlashtiradi. Misol uchun, soliq idoralari, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotlari, fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlari kabi ma'lumotlar avtomatik tarzda almashilmoqda. Keling, endi pensiya tizimidagi o'zgarishlarni yanada batafsil tahlil qilamiz. Kimlar bu o'zgarishlardan xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Ushbu qismda bir nechta aniq hayotiy misollar orqali tushuntirib beraman. Raqamlar va turli vaziyatlarni ham keltiraman. Birinchi misol. Dardi yil zavodda ishlagan Mirzohid aka. Mirzohid aka butun umri davomida deylik 1990 yildan 2020 yilgacha yirik bir zavodda ishlagan. Zavodning barcha hujjatlari tartibda va arxivda saqlangan. U 2020 yilda nafaqaga chiqqan. Yangi tizim Mirzohid akaga qanday ta'sir qiladi? Oldingi tizimda uning pensiyasi oxirgi 10 yillik ish haqi yoki o'ziga qulay bo'lgan 5 yillik ish haqi asosida hisoblanardi. Misol uchun, u 2000 yildan 2005 yilgacha oyligi nisbatan yuqori bo'lgan davrni tanlagan va shu asosda pensiya olgan. Yangi tizimda esa uning butun ish staji davomidagi ish haqi ma'lumotlari elektron bazalarda mavjud bo'lsa, bu ma'lumotlar yanada aniqroq hisoblash imkonini beradi. Agar ilgariroq, ya'ni 2005 yildan oldingi davrdagi oyliklari juda past ko'rsatilgan bo'lsa, bu uning pensiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin edi. Biroq yangi tartibda, agar uning haqiqiy oylik ma'lumotlari elektron bazalarga to'liq kiritilgan bo'lsa, pensiya summasi qayta ko'rib chiqilishi va hatto oshishi ham mumkin. Ayniqsa, eng kam oylik ish haqi koeffitsentlarining oshirilishi hisobiga. Uning umumiy pensiya miqdori deylik 2 million so'mdan 2 million so'mga ko'tarilishi ehtimoli bor. Mirzohid aka kabi pensionerlar asosan xotirjam bo'lishi mumkin, chunki ularning hujjatlari tartibda va staji aniq. Ammo baribir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya miqdorining qayta hisoblanganini tekshirishni tavsiya qilaman. Ikkinchi misol.
maktabda ishlagan o'qituvchi Maftuna opa. Maftuna opa 1995 yildan 2023 yilgacha maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning staji davomida bir necha marta ish joylari o'zgargan. Misol uchun 2000 yildan 2005 yilgacha qishloq maktabida, keyinroq shaharda gimnaziyada ishlagan. Oldin uning stajini tasdiqlash uchun har bir maktabdan alohida ma'lumotnoma olib kelishi kerak edi. Ayniqsa, qishloq maktabi yopilgan bo'lsa yoki arxiv hujjatlari topilmasa, bu katta muammo edi. Yangi tizimda esa uning butun mehnat faoliyati elektron mehnat daftarchasida agar mavjud bo'lsa yoki soliq idoralarining ma'lumotlar bazasida aks etadi. Bu uning stajini tasdiqlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi. Agar uning ma'lumotlari elektron bazalarda to'liq mavjud bo'lmasa, u holda Maftuna opaga qo'shimcha hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari talab qilinishi mumkin. Biroq ko'pchilik holatlarda, ayniqsa 2005 yildan keyingi staj uchun ma'lumotlar avtomatik ravishda olinadi. Maftuna opa kabi pensionerlar agar ularning staji elektron bazalarda to'liq aks etgan bo'lsa, pensiyani qayta hisoblashda qulayliklarga ega bo'ladi. Ammo shuni bilish kerakki, agar uning eski ish joylaridagi ma'lumotlar raqamlashtirilmagan bo'lsa, u ularni o'zi to'plashi kerak bo'ladi. Pensiya miqdorida sezilarli o'zgarish bo'lmasa-da, hisoblash mexanizmining shaffofligi oshadi. 3-misol, xorijda ishlagan va qaytib kelgan Alisher aka. Alisher aka 1990 yillardan 2010 yilgacha Rossiyada qurilishda ishlagan, so'ngra O'zbekistonga qaytib kelib rasmiy ishga joylashgan. Oldin uning xorijdagi stajini tasdiqlash juda qiyin edi, chunki xalqaro shartnomalar bo'lmasa, bu staj umuman hisobga olinmas edi. Yangi tizimda agar O'zbekiston o'sha davlat bilan pensiya ta'minoti bo'yicha tegishli xalqaro shartnomalarga ega bo'lsa, masalan, Rossiya Federatsiyasi bilan uning xorijdagi ishlagan davr stajiga qo'shilishi mumkin. Bu juda muhim o'zgarish. Endilikda xorijdagi ishlagan davr uchun ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilganligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilsa, bu davr ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Masalan, Alisher aka Rossiyada ishlagan davrda pensiya fondiga ajratmalar to'lagan bo'lsa, tegishli ma'lumotnomalarni taqdim etish shart. Bu holatda uning pensiya staji deylik 25 yildan 30 yilga o'sishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi va uning pensiya miqdori ilk 2 million so'mdan 2-3 million so'mga ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Alisher aka kabi shaxslar pensiya jamg'armasi bilan zudlik bilan bog'lanishlari va xorijdagi stajini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlashlari shart. 4-misol, nogironligi bor va faqat qisman ishlagan Dilbar opa. Dilbar opa bolalikdan nogiron, lekin 10 yil davomida yengil ishda ishlagan. Oldingi tizimda uning pensiya olish imkoniyatlari cheklangan edi, chunki uning staji juda kam edi. Nogironlik pensiyasi tayinlanardi. Lekin u ham stajga bog'liq edi. Yangi tizim nogironligi bor shaxslarga ko'proq e'tibor qaratadi. Endilikda nogironligi bor shaxslarga pensiya tayinlashda staj talabiga nisbatan yengilliklar berilishi mumkin. Ba'zan esa stajga bog'liq bo'lmagan ijtimoiy nafaqalar ham nazarda tutilgan. Agar Dilbar opaning nogironligi borligi tasdiqlangan bo'lsa, uning stajidan qat'iy nazar ijtimoiy nafaqa yoki nogironlik pensiyasi miqdori oshishi mumkin. Bu holatda uning pensiya miqdori 900 ming so'mdan 23 million so'mga oshishi ehtimoli bor. Dilbar opa kabi shaxslarga pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining huquqlarini aniqlab olishni maslahat beraman. Ularga qo'shimcha imtiyozlar va nafaqalar ham taqdim etilishi mumkin. 5-misol, o'quvchisini yo'qotgan oila a'zosi Gulnora qiz. Gulnora qizning otasi vafot etgan va u o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan. Oldingi tizimda bu pensiya miqdori otasining staji va ish haqiga qarab belgilanardi. Yangi tizimda agar o'quvchining ish staji va daromadlari elektron bazalarda to'liq aks etgan bo'lsa, pensiya miqdori adolatliroq hisoblanadi. Bundan tashqari, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish jarayoni ham soddalashtirilgan bo'lishi mumkin. Chunki vafot etgan shaxsning ma'lumotlari FHDga, fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvi va pensiya jamg'armasi o'rtasida avtomatik almashinadi. Gulnora qiz kabi yoshlar uchun pensiya miqdorini aniqlashda shaffoflik ta'minlanadi. Asosiy xulosa shuki, kimlarning hujjatlari to'liq va ma'lumotlari elektron bazalarda mavjud bo'lsa, ularga o'zgarishlar ijobiy ta'sir qilishi pensiyaning qayta hisoblanishi yoki oshishiga olib kelishi mumkin. Kimlarning esa hujjatlari tartibsiz, staji to'liq aks etmagan yoki eski davrdagi ma'lumotlar byurokratik sabablarga ko'ra qiyin topiladigan bo'lsa,
ularga pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, mavjud ma'lumotlarni aniqlashtirish va zarur hujjatlarni to'plash talab etiladi. Xavotirlanishdan ko'ra faol harakat qilish muhimroq. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, yashirin jihatlar va unchalik aniq bo'lmagan nuanslar haqida gaplashaylik. Bu qismda siz bilish kerak bo'lgan nozik masalalarga to'xtalaman. Birinchidan, maxsus mehnat stajiga ega bo'lganlar. Ba'zi kasb egalari, masalan, harbiy xizmatchilar, konchilar, kimyoviy xavfli ishlarda ishlaganlar o'z navbatida imtiyozli pensiya huquqiga ega edilar. Yangi qoidalar ushbu imtiyozlarni qayta ko'rib chiqishi mumkin ba'zi hollarda. Imtiyozli staj hisoblanishi uchun qo'shimcha hujjatlar talab etilishi yoki maxsus komissiya xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun, konchilar uchun yer ostida ishlagan kunlarning soni va sharoitlari tasdiqlangan hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga taqdim etilishi shart. Agar shu hujjatlar to'liq bo'lmasa, stajni tasdiqlashda qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Xavotirga tushmaslik uchun bunday toifadagi fuqarolar o'zlarining ish joylaridan agar mavjud bo'lsa yoki arxivdan barcha tegishli ma'lumotnomalarni, ayniqsa mehnat sharoitlari haqidagi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yishlari tavsiya etiladi. Ikkinchidan, muddatidan oldin pensiyaga chiqish. Ba'zi ayollar bolalari ko'pligi sababli yoki ayrim kasb egalari sog'lig'i bilan bog'liq holda muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega edilar. Yangi tizimda bu imtiyozlar saqlanib qolganmi yoki qanday o'zgarishlarga uchragan? Bilish muhim. Masalan, 5 va undan ortiq farzandli ayollar uchun pensiya yoshini pasaytirish imtiyozi hali ham mavjud. Biroq bu imtiyozdan foydalanish uchun albatta tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, oila tarkibi haqidagi ma'lumotnomalar kabi hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Shuningdek, ularning nikoh holati ham inobatga olinishi mumkin. Agar sizda shunday imtiyoz bor deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz shart. Uchinchidan, hujjatlarni to'plashdagi qaltisliklar va byurokratik to'siqlar. Ko'plab fuqarolar ish joyi o'zgarishi, korxonalar yopilishi, arxiv hujjatlarining yo'qolishi kabi sabablar tufayli mehnat stajini tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Yangi tizim raqamlashtirishni nazarda tutsa-da, ba'zi eski davrdagi ma'lumotlar hali ham qog'oz shaklida saqlanishi mumkin. Shu sababli, agar sizda shunday muammo mavjud bo'lsa, siz quyidagilarni bilishingiz kerak. Bin, ish joyi tugatilgan bo'lsa, korxonaning huquqiy vorisi yoki arxiv tashkilotlari, davlat arxivlariga murojaat qilish zarur. Ular sizga mehnat staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma berishi shart. 2, hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, ba'zi hollarda sud orqali mehnat stajini tasdiqlash mumkin. Bu jarayon uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuridik maslahat olish tavsiya etiladi. 3, elektron ma'lumotlar bazasida xatoliklar. Agar elektron bazalardagi ma'lumotlarda xatolik yoki nomuvofiqlik topsangiz, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va xatoliklarni tuzatishni talab qiling. Bu ayniqsa sizning ism sharifingizda, tug'ilgan sanangizda yoki pasport ma'lumotlaringizda xato bo'lsa juda muhim. Bu kelajakda pensiya to'lovi bilan bog'liq katta muammolarga olib kelishi mumkin. 4-dan, nafaqalarning bank kartalariga o'tkazilishi. Ko'pchilik pensionerlar nafaqani uyga olib kelishini yoki pochta bo'limlaridan olishni afzal ko'rishadi. Biroq zamonaviy tendensiyalar nafaqalarni bank kartalariga o'tkazishni tobora ommalashtirmoqda. Bu o'z navbatida bir qator qulayliklarni yaratadi. Navbatda turish shart emas, pul xavfsizroq saqlanadi. Har qanday bankomatdan istalgan vaqtda yechib olish mumkin. Biroq bu barcha pensionerlar uchun ham mos kelmasligi mumkin. Chunki qishloq joylarda bankomatlar yetarli bo'lmasligi yoki pensionerlar bank kartasidan foydalanishga ko'nikmagan bo'lishlari mumkin. Shu sababli pensiya jamg'armasi sizga qanday usulda nafaqa olishni tanlash huquqini saqlab qolganligini aniqlash muhim. Siz o'zingiz uchun qulay bo'lgan usulni tanlashingiz mumkin. Ammo bank kartasiga o'tishga majburlovchi holatlarda banklar tomonidan pensionerlar uchun maxsus kurslar yoki yordam xizmatlari tashkil etilishi kerak. 5-dan, pensiya jamg'armasi va boshqa tashkilotlar bilan aloqa. Yangi tizimda ko'plab ma'lumotlar avtomatik almashinadi. Biroq shunga qaramay, pensiya jamg'armasi bilan doimiy aloqada bo'lish muhim. Ularning veb saytlaridagi yangiliklarni kuzatib borish, ishonch telefonlariga murojaat qilish, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga a'zo bo'lish orqali dolzarb ma'lumotlardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Ba'zi pensionerlar uchun internetdan foydalanish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularning farzandlari
nabiralari yoki yaqinlari yordam berishi tavsiya etiladi. 6-dan, pensiya jamg'armasining yangi xizmatlari. Ba'zi hududlarda pensiya jamg'armasi maslahat markazlari yoki ko'chma xizmatlar tashkil etgan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq qishloqlarda yashovchi yoki jismoniy imkoniyati cheklangan pensionerlar uchun juda foydali. Bunday xizmatlar haqida mahalliy hokimliklar, mahalla faollari orqali ma'lumot olish mumkin. Ularning mobil guruhlari hujjatlarni joyida qabul qilishi yoki maslahatlar berishi mumkin. 7-dan, pensiyaga qo'shimcha imtiyozlar va yordamlar. Pensiyadan tashqari hukumat tomonidan boshqa turdagi ijtimoiy yordamlar va imtiyozlar ham berilishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiyalar, bepul dori-darmonlar, sanatoriy kurortlarga yo'llanmalar va hokazo. Bu imtiyozlar ham yangi qoidalar doirasida o'zgarishi yoki yangilanishi mumkin. Siz ularga huquqli ekanligingizni tekshirishingiz shart. Misol uchun ijtimoiy yagona reyestri tizimi orqali. Siz oilangizning ijtimoiy holatini baholashni so'rab, qo'shimcha yordam turlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimidagi har bir yangilikni e'tibordan chetda qoldirmaslik va o'zingizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlar, qoidalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish muhimdir. Zerikarli va murakkab tuyulishi mumkin bo'lgan bu ma'lumotlar sizning moliyaviy farovonligingiz uchun foydavor bo'lib xizmat qiladi. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Ko'pchilik xo'sh endi nima qilishim kerak degan savolni berishi tabiiy. Men sizga aniq qadamlar, qayerga borish kerakligi, qanday hujjatlarni to'plash va nimalarni yozish kerakligi haqida batafsil ko'rsatmalar beraman. Mavjud hujjatlaringizni to'plash va tartibga solish. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning shaxsiy hujjatlaringizni, pasport, mehnat daftarchasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, agar farzandlaringiz bo'lsa, nikoh yoki ajralish to'g'risidagi guvohnomalar, o'zgartirilgan ism-sharif haqidagi guvohnomalar, nogironlik haqidagi ma'lumotnomalar, agar mavjud bo'lsa, diplomlar va boshqa ta'lim hujjatlarini to'plab, ularni yaxshilab tekshirib chiqishdir. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xatoliklar yoki nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni hozirdan bartaraf etishga harakat qiling. Masalan, mehnat daftarchangizdagi yozuvlarning ayrimlari o'chib ketgan yoki muhr bosilmagan bo'lsa, o'sha ish joyidan yoki uning huquqiy vorisidan ma'lumotnoma talab qiling. Bu hujjatlarning nusxalarini ham oldindan tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda asl nusxalar bilan birga tasdiqlangan nusxalar ham talab qilinishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Agar siz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki allaqachon pensioner bo'lsangiz, lekin pensiyangizni qayta hisoblashni istasangiz, hududingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qilishingiz shart. Bu eng to'g'ri yo'l. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni batafsil o'rganib chiqib, qanday hujjatlar talab etilishi, pensiyaning qanday hisoblanishi va sizga qanday imtiyozlar tegishliligi haqida to'liq ma'lumot beradi. Murojaat uchun bir nechta usul mavjud. Shaxsan tashrif hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga borib navbatga yozilib, mutaxassis qabuliga kirishingiz mumkin. Bu eng ishonchli usul. Chunki siz savollaringizga to'g'ridan-to'g'ri javob olasiz. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov orqali. Agar siz internetdan foydalana olsangiz yoki sizga yordam beradigan yaqinlaringiz bo'lsa, bu portal orqali ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda olishingiz mumkin. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, staj haqida ma'lumot olish kabi xizmatlar elektron shaklda taqdim etiladi. Bu qog'ozbozlik va vaqtni tejashga yordam beradi. Ishonch telefonlari. Pensiya jamg'armasining hududiy va respublika miqyosidagi ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, dastlabki maslahatlarni olishingiz mumkin. Telefon raqamlari pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida joylashtirilgan. 30. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Umumiy ro'yxat. Pasport asli va nusxasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma. Agar pensiya jamg'armasi elektron bazalardan olinmasa, o'z oldingi ish joylaringizdan yoki arxivdan oila tarkibi haqidagi ma'lumotnoma, FHDYG bo'limlaridan olish mumkin. Nikoh yoki ajralish to'g'risidagi guvohnomalar, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ayniqsa. Ko'p bolali ayollar uchun nogironlik haqidagi tibbiy xulosa agar mavjud bo'lsa, xorijda ishlagan bo'lsangiz,
o'sha davrdagi mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar va ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotnomalar. Harbiy xizmatni o'taganlik to'g'risidagi hujjatlar, harbiy bilet. 4. Ariza yozish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda sizdan standart shakldagi ariza to'ldirishingizni so'rashadi. Bu arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash sababini, shuningdek pensiyani olish usulini naqd pulda bank kartaga o'tkazish ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda biron bir imtiyozli holat, masalan ko'p bolali onalik, nogironlik, maxsus mehnat sharoitlari mavjud bo'lsa, buni arizada alohida ko'rsatib o'tishingiz va tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilishingiz muhim. Arizani to'ldirishda mutaxassislardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga har bir bandni tushuntirib to'g'ri to'ldirishga ko'maklashadi. 5 muddati va kuzatuv. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddat belgilangan. Odatda 10 kun ichida. Bu muddat ichida sizning hujjatlaringiz o'rganiladi va qaror qabul qilinadi. Agar hujjatlaringizda qandaydir kamchiliklar aniqlansa, sizga bu haqda xabar beriladi va ularni bartaraf etish uchun qo'shimcha muddat berilishi mumkin. Shuning uchun arizangizning holatini kuzatib borish juda muhim. MyBokkagov portali orqali ariza holatini onlayn tekshirish imkoniyati ham mavjud. Agar sizga asoslanmagan rad javobi berilsa yoki jarayon asossiz cho'zilsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, pensiya jamg'armasi rahbariga, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga, xalq qabulxonasiga shikoyat qilish huquqingiz bor. Umuman olganda harakat qilsangiz, barcha muammolarni hal qilish mumkin. O'z huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanishdan tortinmaslik muhim. Kechiktirmang. Bugungi kunda boshlangan harakat ertangi kunga sizning farovonligingizni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, pensiya tizimidagi o'zgarishlar sizning hayotingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi muhim masaladir. Biz bugun bu o'zgarishlarning mohiyati, kimlarga ta'sir qilishi, istisnolar va byurokratik to'siqlar haqida batafsil gaplashdik. Eng muhimi, bu ma'lumotlardan to'g'ri foydalanib, o'z huquqlaringizni himoya qilish, zarur choralarni ko'rishdir. Sizning kelajagingiz, pensiya ta'minotingiz sizning bugungi faolligingizga bog'liq. Shuning uchun bu videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu sizga kelgusida ham dolzarb va foydali ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib olish imkonini beradi. Shuningdek, sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Quyidagi izohlar bo'limida o'z savollaringizni, fikrlaringizni va boshqa pensionerlarga beradigan maslahatlaringizni yozib qoldiring. Birgalikda bu jarayonlarni yanada tushunarli va yengilroq qila olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.